Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Sizlarga ma'lum, Sharq Turkistonda Uyg'ur mahbuslarningki, bo'libmi, Uyg'ur siyosiy mahbuslarningki Xitoyning qorong'u zindonlarida inson qilibidan chiqqan vahshiy usullar bilan qattiq qiyin qistoqqa uchrayotganligi, turli ziyonkashliklarga uchrayotganligi, hatto ziyonkashlik qilib o'ltirilayotganligiga oid nurg'un dalil isbotlar xalqaro kechirim tashkiloti va shunga o'xshash xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki dokladlarida pat-pat yayilib kelmoqda. Sizlarga ma'lum 1997-yili yuz bergan 5-fevral G'o'lji voqeasidagi eng asosli tashkilotchilarining biri bo'lgan bizningki milliy qahramonimiz Abduxalil Abdumijidmi Xitoy turmasida qiyin qistoq dastidan şehit bo'lgan hurmatli zo'r ko'ruvchilar, men gapni uzatmay bu qatimki men Shvetsiya ziyarati jarayonida Shvetsiyadan Xitoyga qaytarilgan va Sharq Turkistonda 6 oy turmada yetib, o turmada nurg'unlagan o'sha Xitoy soqchilarininki Uyg'ur mahbuslarga, bo'lib siyosiy mahbuslarga qarata ba'zi vahshiy qiynash usullarini o'z ko'zi bilan ko'rgan bir inimizni ziyorat qilib o'tirayotgan shu topmizda mana bu inimizning ismi Abdusattar. Hurmatli Abdusattar, anlasam siz ne Shvetsiya hukumati ma'lum sabablar tufaylidan Xitoyga qaytarib o'tgan ekan. Siz qachon qaytarib o'tganda sizni bu voqea haqida tafsil so'zlab bergan bo'lsangiz, sizni qachon qaytarib o'tgan, avval nega qolganda sizni qaytarib o'tgan vaqtida? 2006-yili Şimdi Şveç'in 6. ayda Beijing'e ötetti. Beijing'den 2 gün durup soraklan Vatanga Urumchiga ötetti. O Beijing qapagan vaqtida Beijingni turmada sulab qo'ydimi yoki bo'lmasa men apaganda Xitoyning soqchilariga topshirib berdim sizga? Bega apirib shu Xitoyning soqchilariga topshirib berdi. Ashadan keyin ular mediklar ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin shu Shvetsiyaning soqchilari apaganmi sizni yoki? 3 soqchi apadı yashaga. Apirib Beijingdagi Anchantini topshirdi. O Beijingdagi masalan o bexatarlik ministrligiga topshirib berdi dedingiz. U yerda sizni qanday so'roq qildi masalan? Shu so'roq qilgani hammasini so'radi. Arabiya qadrini hadimizni bilamsiz. Ya hamda nima ish qilyapsizlar? Namoyishlar o'tadimi? Butkul bo'layotgan ishlarni o'zlarim kichkina bilgan, ishlarni so'roq qildi. Ondan keyin o Beijingdan Sharq Turkistonga qanday o'tdi sizni masalan? U yerni soqchilar kelib aytdimi sizni? Yo'q, ashadan aeroplan o'tkazib qo'ydi, yer kutib oldi Urumchiliklar. Shu aeroplandan tushishingizga soqchilar sizni qarshi kutib oldi o'sha Urumchi aeroplan stansiyasida. Qo'lingizga masalan sizni kutib olgandan keyin qo'lingizga qo'yib silib, ishga silib bir narsa qilib nega qapadi masalan sizga? Endi aeroplandan tushiriblam, mashina o'tkazib bilan kech soat 11 ga kelgandik. Apırıp turmaya tıklattı. Ondan keyin 2 kundan keyin keldi. 2 kundan kelib so'roq qilamiz. Sizni apırıp Urumchilik qaysi turmaga bilamsiz, esingiz bormi? Shikan so'daydi ekan, yoki qanday har turli deydi ekan, uni shikan so'dab qo'ydi o'sha bola. Masalan, sizni sulg'a vaqtda yolg'iz so'lab qo'ydimi, siz turmaga kirgan boshqa bormi dedi? Apırıp hammasiga soldi, 24 odam. 24 odam yotadi turmada. Hammasi Uyg'urmi yoki? Yo'q, aralash Uyg'urlar endi har bir yotoqda 3 dan 4 dan siyasi bolalardan birdan kelmaydi. Siyasi bolalar degangiz, siyasi sababdan tutqun qilingan bolalar. Har bir qo'zg'i birdan so'laydi ekan siyasi bolalarni. Boshqalarcha boshqa jinoyatchilar. Ular endi aralash 3 dan 4 dan. Endi Uyg'urlarni bir turmaga yig'ib etmaydi ekan. Siz dedingiz 2 kundan keyin so'rg'il keldi deb. Sizni shu turmaga sulab 2 kungacha so'roq qilmadi, 2 kundan keyin so'roq qilishga boshladi. Shunaqmi? 2 kundan keyin yakshanba kuni shu. Kelib hech kim ishlamagan vaqtida chiqib so'roq qildi. So'roqqa necha soqchi so'roq qildi? Uyg'urmi yoki Xitoy soqchilarmi? Nimalarni so'radi? Hammasi Uyg'urlar. Qayding nim qilib yursa edi. Nim ishlan qilding? Shu 3 kundek shu yaxshi so'roq qildi. Bo'ldi, undan keyin apartment tiqibdi. Masalan, turmaga siz shu baymi deb o'tdim endi. Nurg'un o'sha Uyg'ur siyosiy mahbuslarni qattiq qiynaydiganligi, och qo'yganligi, haqoratlaydiganligiga oid nurg'un dalil isbotlar var. Siz ko'zingizda ko'rdingizmi? Uyg'ur jinoyatchilar qanday yurdi ekan u yerda masalan? Endi bizning Uyg'urlar endi kichkina qiyinda, kichkina desak bo'lmaydi endi. Xelim qiynab qo'ydi ekan. Bundan jinoyatchilar endi ochdan shu bir chetdan Açtınlama şu qiynaplamışlar. Siyasi bolalar onun öte emdi kichkina qattiqroqda.
Mesela neme tamak yedinglar ya siz türbede neme yedik ya ola? Şu momo yeydi, nima yeydi? Momo yeysiz yani. Başka tamak mı? Momo yok, basit qaynoq suv şu. Başka iştim yok. Yatıdığın yeringlar çö mesela turumlar işi. Nachar yedi 11-12 adam yedi yatıldı betonun üstüde. Qag'ini kichkina taxtaning ustiga yotdi. Shu ishga paskina. Mesela böyle ağırıp kalkan türümü yetip bundaq tayak yegen bunda ballarının kinemesini köydünüz mü? Ha, endi qana deydi endi. Aizbing deydi ki. Ashlar endi hammasi öpke kesel ham qishingizda shu. Ular qarmaydi, doğru bermaydi ekan. Kichkina boshqa taqiyat qo'ymiz desa, kichkina qattiqroq ayirib boshqa taqiyat qo'yib qo'yib yolg'iz yotadi. Ammo tamog'im o'xshashlam. Erken azda yo'q, atinkash o'tirsa shu. Ishga butun ishga qattiq qo'yib. Mesela bu saçların uğunni, başka cinayetçilerin uğunni, hakaretligini köydünüz mü? Sizin uğduğumu qanday qildi mesela? Endi bundaq tep-tish o'tirib bersangiz, undaq nechtim qilmaydi, nim qilmaydi ekan. Shu o'zining qoidasi bo'yicha ham qiynalib qolasiz baribir. Kechasi turib, xo'latmaydi kechasi. Kunduz bo'lsa o'tag'izib qo'ydi 8 soat ishga tizilib. Qanday o'tag'izib qo'ydi mesela kunduz? Bütün cinayetçilerini o'tag'izib qo'yamda? Ne qash? Hammasini 4000 odam yotsa, 4000 odam yotdi. 4000 odam. Türmüde 4000 adam bormi-da? Siz turgan türmüde. O 4000 adam qanday o'tag'izib qo'ydi mesela? Kesprem. Ha mesela. Ana bundan sonra. Shu Simbatning tubida o'tag'izib qo'ydi. Ha, buni taxtayda, taxtaning ustida. Necha soat o'tirsa shunda? 8 soat bir kunda. Midrimay shu midrisanglar tayoq yeydigan gap. 1 soat o'tirib bir 5 minut dam olsiz, undan keyin qaytib o'tirsiz. O mesela sizlar o'tirib qo'pab bo'lgandan keyin mang'alar sizlar putinglarda qanday? Endi bir 10-15 minut o'zingiz kelguncha kichkina belingizni ko'taramaysiz, putlar og'riyib, putingizni. Undan keyin qaytib o'rniga kelgandan keyin ani o'tag'izdan. Shuni qattiq ayiraysizlar, odamning ya kuchi qolmaydi, hech nimasi yo'q, tuzi yo'q, hech nim non tuz bermaydi ekan tamoqda? Yani tuz hech bermaydi. Tuz bermaydi. Tamoqlarimiz tuzsiz. Tuz tamoq yo'q, qaynoq suv. Qaynoq suv. Tamoq yo'q. Faqatli mo'ma? Mo'ma qaynoq suv. Siz masalan nechilik tudingiz turmada shu turma turgan vaqtingiz qanchalik tudingiz jami? 6 oy shu. 6 oy yani bu kesel olup ig'ir yoki bo'lmasa o'lib ketgan yoki bo'lmasa shu qo'polmay qolib qolgan ig'ir kesel bo'lganlarni ko'rdingizmi? O'zingizning badanida masalan o'zingiz bir kesel bo'lib, bir narsa bo'lib o'zgarish bo'ldimi sizning salomatligingizda? O'zim endi qanday shu o'roqlab ishga qanday böreklarim so'g'dinda so'g'di. Bundaqda anta qishna o'zim qarab yurdim shu ishda. Bu ostonlarga soldigan ishni bilmamda shu simotni yotqizgan. Berdi yotgan bo'lganda hamsi pishlab ketgan, butkul yotoqni ishib. Hamsi pishdi, qish bilan yotgan paskina. Hechtim yo'q ishqib. Muzlab shu shamol qishda bo'lsa, muzlaysiz, yozda bo'lsa, talab yotsiz uni ishida. Mesela o ballarni apırıp işiltidigan, uyunup qilgan narsa. Mesela siyasi ballar dediniz. Her bir sizlar yatgan her bir xo'zi deydi endi Xitoyniki tili bo'yicha. Her bir xo'ziga birdan siyasi balni so'lab qo'ydi. Bu siyasi ballarni u yerga kirib qo'yishning kim sababini tushundingizmi? Siz so'rab baqdingizmi sheriklarni mesela? Bir-birisi bilan gap qilmoq uchun qo'rqidi ekan. Qo'rqqanda endi siyasi bir-birisi bilan bo'lib qolsa, ikkisi gaplashib, paranselib, tepishib qolmasin deb shu hammasini ayrim tutdi ekan bularni. Birdan. Ammo siyasi ballar bo'lsa Beqinab qo'ydi u. Mesela tayoq yeganlar nimalarni ba'zi yerlar bunda tayoq yeb zidlangan ba'zi bolalarni ko'rdingizmi siyosiy bolalarni ichida siz 6 oy turibsiz. Mesela cho'ng odamlarni ko'rdim shu urib akirayotgan vaqtida aylab bir yarim oy shu so'roq qilib kunda chiqib uriblam. Bicharalar shu kichik yig'lab putimda qilib qo'ydi, mundaq o'qib urdi, putimni yo'qotib qo'ydi, kishansib qo'ydi. Mesela tayoq yegan siyosatchilar kirib so'zlab birdan so'roqdan keyin. Hammasi qishimda o'tiribda kunda. Bu siyosiyalarni kunda olib so'roq qilib kunda uramdi ekan. Kunda shu butkul dapamigacha kim qayoq qildi, nima qilib yursa. Va shu namizning dapamigacha uriblam shu qiynab ishida. Bumizim akirmay shu tamoq tarafdan qiynaydi ekan, tamoq yepirma deb kichkina aldab. Shu. Mesela sizin so'roq qilgan bay dedingiz Robiya Qodirni jiqroq so'rdi. Mesela o yana boshqa narsa nimalarni so'rdi mesela siz so'roq qilgan vaqtda asosli hamda. Sizniki nim qilyapti-ku, endi bilamsa o ayolni. Men anglagan deb qo'ydim, shu kirish bo'ldi. Qayerdan bilsa, nima ish qilyapti-ku ayol. Nima ishlarni bitiryapti-ku. Bunday so'roq qilgandan keyin men tushundim. Bilmayman deb turdim. Namoyishlar bo'lyapti-ku.
Adamlar Uyg'urlar yig'layapti shunda. Nima ishlangan deb. Men uqmayman, men Uyg'urlar bilan aralashmagan deb turdim. Hörmətli Luzor kökçülər, bu ilimiz Abdusattar şunu izahlab qo'yaman bu yerda. O'rta Osiyo tug'ilib cho'ng bo'lgan. Ham hozir ko'rib turibsizlar o'zinglar Uyg'urchini o'zining maqsadini xili ravon sizlarga bu ifoda qilyapti. Abdusattar, siz bu turmalarda masalan nimalarni o'rgandingiz? Biroz sizning ashaga borgandan keyin bir nima foydasi bo'ldimi? Masalan, ziyniga bo'libdi, siz 6 oy turmada yetibsiz, oshqabsiz, o'rg'ilab bir teri bir ustan bo'libsiz. Foydasi bo'lgan bir taraflar bo'ldimi sizga? Endi foydasi shu berib o'zimning ko'zim bilan ko'rganimda. Hech qachon buni ishonmayman ekan, undaq bo'ldi. Ha, o'zim Uyg'ur tilini o'rgangan. Yezib. Siz shu turmada men anglasam, siz turmada maxsus bizning koni yezigimizni o'rganib ekansiz. Qanday o'rgandingiz buni masalan? Tandı isim turibdi-ku, qamoqxona qoidasi bor-da. Shu qamoqxona qoidasi kirgan odam yodlash kerak ekan. Nim qilishlik, nim qilmaslik. Ben oturup Xansuchima Xitoycha. Oturup ettin keş anlagandan o'zim yotib olgandim uni. Undan keyin tam qarab harflarga mana bunday harf bo'ldi ekan, bunday harf bo'ldi ekan. Hozir masalan konizashni o'qaligidek bir nima bo'ldingizmi masalan? O'qiyman, ammo birinchi, ikkinchi sinf o'qiydiganlardek. Turma shuni ko'rdim. Masalan, o sizni qo'yib berish sababi qanday bo'ldi? Qanday qo'yib berdi masalan? O qanday ayrildingiz vatandan? Endi vatandan endi shu uydagilarim kelgandan keyin qaytardi uyga. Masalan, sizniki Xitoy grajdan emas ekanligingizni isbotlab masalan o orliqda. Andan keyin qo'yib berdi. Masalan, uni aniqlab chiqishi Xitoy uchun tas emasdi. Nima uchun shuncha yarim yil hamda bu darajada sizni turmada yotqizib berdi? Hukumatdan bircha bular o'zlari ishlarini asti qilganda qanday desam bo'ldi. Birdan o'znikini o'zlari undaq nima uyga telefon qilib undaq qilgan keyin biznikilar shu. Masalan, bu turmush soqchilarining jinoyatchilarni bo'zaq qilib, ularning masalan pulini, yenidagi bor narsalarni unda ilib olgan, ulardan pora olgan, masalan pul talab qilgan. Bunda ishlar bormi ekan turmada? Ya'ni nimalarni ko'rdingiz turmada? Hammasi aka, birsi hamda bir yan yer o'tgan, unda qilgan o'g'irlar hammasi bor chiqib turmada. Yomon yaxshi odamlar bir tog' shu yaxshi odam bo'lsa shu siyosat bilan bir ish qilganlar, namoz o'qitganlar, Qur'on o'qitganlar, islom dinini bildirganlar, ashlar o'tirdi turmada yaxshi odamlar. Qolganlar hammasi jinoyatchilarda. Mesela bu siyasi sebepten kirgenler az degandek siz mesela maxsus bu dini ta'lim ko'rganlar, namoz o'qigan shunday odamlar ne kirdigan siyasi sebep? Yo'q, endi chiqadigan vaqtda şeydan oxirgi 6-oyda voy haramga minibdi-ku, haramga borgan uchun o'taqib qo'yibdi bu voyni. Haramga bording deb bu voy. Nalik bu voy ekan masalan o ismini bilamsizmi? Tungan odam o'zi. Tungan odam ismini unutib qoldim endi, unutganlarni. O mesela o turmada masalan namoz o'qig'ili qo'yamdi, namoz o'qigan bolalarniki. Namoz o'qib qo'ymaydi. O'tirib harakat, Qur'on o'qib, namoz o'qib, unday narsa yo'q. Siyasi bolalar Allohning qo'rqqandan keyin namozni o'qiyverdi o'zi, asta o'tirib. Mesela o siyasi bolalarning shu masalan odatga jinoyatchilar, o'g'rilar bilan mayli qirg'inchilikka boshqa sabablarga kirganlar sulab qo'ydi. O normalni siyasi bolalar bilan ala paranglasha olamdi o'zra masalan normal suhbatlasha olamdi. Yo'q. Turmaning ichida apparat yoki kamera bir narsa bormi? Aminim bor. Kameram bor, apparatim bor, tanishadigan. Uni siyasi bolalarni jinoyatchi bolalarga qo'shilolmaydi. Gap qilolmaydi. Hech o'tag'izmaydi. Bular ayrimlar ayrim shu bir bo'linglar o'zini ishini qiliblar shu. Degan ishni qildi. O'tirib oldi bo'ldi. Mesela bu sizlarga turmada mesela siyasi bundaq siyasi o'rganish, aqsh ko'kshi, televizor ko'rsatib hukumatning nimalarni tashviq qilgan ishlar bormi bu yerda? Turmaning ishida. Televizor ko'rsatish hamda bor, soat 2 soat, 2,5 soat ko'rasiz, majbur. Ko'mishsizmi? Bir kino film qo'yiblam. Shu o'tag'izda majbur qarg'izdi 2 soat. Uni ham ko'rsatsa uni mesela Xitoycha qo'ydi, mesela nima ko'rsatdi? Xitoycha kinosini ko'rdi, bo'ldi. Boshqa nima ko'rdi, hech kim ko'rsatmaydi. 3 kanal. Xitoyning siyosatini uni bilan anlatadi bu odamda. Siyosatni anglatmaydi hamda bo'layotgan ishdan kinosini uni boshqa ishim yo'q edi. Mesela shu turmada 6 oy yetishtirgan kalingizga eng qattiq ta'sir qilgan narsa nima bo'ldi endi? Mesela sizga bir ta'sir qilgan, eng sizning esingizda qolgan, eng sizga kalingizga qattiq ta'sir qilgan narsa nima bo'ldi endi? Endi
Otağız koysulğu meyli endi itidildiğin yaman ki hemisi. Öldürdü adam. Oktayga çaşadını açıkıp ketip itip etken ballar var mı mesela? He ba. Bir 19 bal itip etti işte. 6 ay jarayanda 19 balını açıkıp itip etti. Bizning türmede. Başka türmelerden mi atqandan anlık endi. Otağın degen. Mesela sizin turumda 19 balını itip ettiniz. Aşağıda bir ismini hatırlaydıgan bir kişi var mı mesela siz turuyduğun yoki yurtini? Ben ulanı men kömedim. Men kelgendikin işkepti dinken ulanı başka takladı ki. Ulanı açık bulama şu. Ulanı öldürdiğin vaqtida bir 2 gün burun açık oldu ki özlerge. İsmini muhtemelen balla Davdat diye onu unutup kettim. İtidilgan balla eşer yama eskende. Mesela o türmedeki itip ettiğin ballarınki bu siyasi ballar var mı atılganın içindeki? Ba. Siyasi. Ne ba. Boğan asasen şu hemesini apırıp türmege siyasi balan başka türmeden aldık hem de bir 7-8 balını şu bulap diken saççılan bulgan diken şu açık atadık ya dep aldık. Sakçılarla uğraşkan ballarken. He. Mesela de türmede yana başka şey yok. Mesela közünüzde köygen siz bilen bir dostu olgan mesela siyasi sebepten birazdan siyasi sebepten kirgelerle birazdan birden paranlaşıp bakan bir vaktiniz nemeniz oldu mu? Fırsat oldu mu siz? Жоқ, bizning yatak birinchi yatakdan hammasi kirdigan yatak. Meni ancha 4 oydan keyin, endi 3 oydan keyin ancha siyasi deb ketmadim. Fuqandan keyin qayerdan. Har bir endi ish haftada birini akirib turadi bizga. Yatdi shu qishimda hammanim dapirdi ulama. Kirgan ashadni hukumimizda nima qilding, nima ish qilding desa, kirib tayoq yeb kirdim. So'raqanda endi bek qiynaydi ekancha bularni ochiqib akirib urib shu kirgan degan har turlikda bular birsi kitob setib kiribdi, birsi uni qilibdi. Mesela sizden başı yüzleriniz bir nesle çıkıp aşında bok gittik kichkina shu endi boshda yemek nishtim yo'q. Bir chetdan osh qo'ysak shu boshdan tushib hamsa. Uşudun gittiğin var mı mesela şu aşk olsak açlıktan mesela aylanıp gittiğin türmede? Üzülmüşken Üzünüz aylanıp gittiğin şikayetim var. Mesela türmede baş koyduğunlar köpeğiniz Xitay mı ki Uygur sakçılığın var mı arlaşma? Ba ama az. Asasen şu Xitaylar özü. Köpüncüsü Xitaylar. Kanda başka sizin yine anlatıdığın başka hoşum çıkılgan köygeni yine başka kalınız kalan nesle var mı? Endi çık ya da şu çoğunlar çoğun çıkarmaydı ki olam şu Hukmudim ber hem yemisi kıyından depesen tügmeydiğin narsiga o. Mesela en yaşayan çoğunlar en yaşayan kişiler kaçlıkta kaç yaşta en yaşayan çoğunlar kaç yaş mesela aşağı sizin türümde yetip kalan içinde. En çoğun kirgeni 80 yaş 83 yaş başta. 83 yaşlık bu ayağım da sizlerin kirgen Uygur mu? O ne sebepten kirip ki 83 yaş? Bir tunganı biz tarafga yan bir udul yatakka Uygur adamlar kiripti. O herhangi bir adam deb. 83 yaş bu ayağım herhangi bir adam deb kirip kiripti. O adamga başında aş koydu, yo'nim qil davalamaydı yani kesel olup qalsa. Ya davalamaydı o. Ama bir chatdan bo'lsa Uygur tuqqanlar bo'lsa bir tamoq kichkina tamoq pulni kirib beradi, başka ishtim qilmaydi. Ha o'tirdik qadimgidek hamsi o'tagandek. Kunda ketsim turdi. 2 soat dejurdik. İnim Abdusattar bergen taraflı malumatınız için sizge köp rahmet deytimen. Bayımı esketip öttüm. Hürmetli tuzlar kökçüler bu inimiz Otur Asya'da tugulup ösüp çoğun olgan. Şunun için bazı meselelerini belki sizler telefonlarda işbirlep veremegen buluşu mümkün. Eylem yaxşı Allah'a şükür ettiğini saklap kaptı inimiz hazır mı? Şivsiya Uygur Komisiyaninki faaliyetlerine aktif bilen katlaşıp atkan bir inimiz iken namayişler aktif bilen katlaşıp atkan Şarkı Türkistan Milli Hareketi'ge aktif bilen katlaşıp hem kollap kuvvetlep kilip atkan bir inimiz iken sizge vaktinizni çıkarıp ziyaretiniz bizni kabul kılgınız için Uygur Tüziyasi'nin vakaten sizge laydı. Rahmet eytimiz, hem bir kişilerinize muvaffakiyetlerimiz. Rahmet sizge.